Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz do'stlar. Yana bizani o'zimizning mahsulotimiz, demak, protivirusli, protivogrippli va protivmikrobli, ya'ni mikroblarga, zamburug'li va viruslarga qarshi bo'lgan, demak, tabiiy dorivor o'simlikdan tayyorlangan, demak, mahsulotimiz. Bu biologik faol qo'shimcha, ya'ni ovqatimizga qo'shimcha. Bu nima uchun qo'llaniladi? Immunitetni bomba qilib ko'taradi. Qondagi har qanday viruslarni pasaytirishga yordam beradi. Undan tashqari har bahorda, kuzda biz bilamiz, hammada shamollash bo'ladi. Shuning uchun shu shamollashlarni oldini olish uchun profilaktika maqsadida iste'mol qilish juda ham maqsadga muvofiq. Buni tarkibi o'simlikning eng oliy qismlaridan, eng ajoyib sortlaridan, eng oliy demak qismlaridan tayyorlangan. Tarkibini mana yozilgan. Demak, qizilmiya ildizining ekstrakti, namatak. Bilamiz, o'simlikni o'ziga qaraganda uni mag'zi demak birinchi o'rinda turadi. Demak, ekstrakt degani o'sha o'simlikni eng asosiy faol etuvchi moddalardan tashkil topadi. Exinatsiya. Buni ko'pchilik bilar yoki ko'pchilik bilmas. Bu nima degani? Bu gepatit C, gepatit B, gepatit D, turli xil ORV viruslari. Undan tashqari yana gripp, paragripp, demak, xuddi shu, ya'ni yuqori nafas yo'llari kasallari yoki qonda yuradigan virusning infeksiyaligi, demak, tabiiy antivirusning ta'siriga ega bo'lgan o'simlik exinatsiya. Demak, qora sedana, buni bilamiz, o'limdan barcha dardlarga shifo. Qora sedanani o'zi emas, nimasi ekan, shirasidan tashkil topar ekan. Keyingisi qizil miya, ya'ni koren salotka. Bu immunomodulyator, limfa sistemasini tozalovchi, juda ham yaxshi ta'sirga ega. Oltin tomir, ya'ni zolotoy koren, qonni ko'paytiradi, immunitetni bomba qiladi, erkaklar va ayollardagi tanosil a'zolar kasalliklariga yaxshi foyda beradi. Nafas yo'llari kasalliklariga juda ham yaxshi foyda beradi. Va undan tashqari qonni shiddatli tozalaydi, immunitetni juda yaxshi ko'taradi. Keyingisi namatak ekstrakti. Bu bilamiz, o't haydovchi, ishtaha ochuvchi, qon tozalovchi, jigarga sahar tushiruvchi, juda ko'p keng ta'sir doirasiga ega. Demak, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan, demak, sanitariya gigiyena qoidalariga, demak, to'liq javob beradi. Mana demak, tasdiq kodi, nima qanaqa ishlatilishi yozilgan. Narxi 170 ming so'm turadi. 170 ming so'm. Mana bunaqa QR kodlari bo'ladi. Original mahsulot, saqlash sharoitlari, ishlab chiqarish to'g'risida ma'lumotlar bor. Nomini eslab qoling. Vina Turin. Demak, ichilishi kattalar bir osh qoshiqdan 1 yoki 2 mahal ovqat orasida yoki ovqatdan keyin ichiladi. Tarkibida hech qanaqangi kimyoviy qo'shimchalar yoki boshqa bir dori vositalari solinmaganligiga kafolat beriladi. Xo'p, mana bu joy yo'riqnomasi bo'ladi. Yo'riqnomasida yozilgan qanaqa iste'mol qilinishi. Demak, bir osh qoshiqdan 2 mahalgacha iste'mol qilsa bo'ladi yoki 1 choy qoshiqdan 3 mahalgacha. Qanaqa ta'sir doirasi bor? Demak, dorivor o'simliklardan tayyorlangan immunitetni rag'batlantiruvchi, ya'ni ko'tarib yubormaydi ham, tushirib yubormaydi ham, ya'ni faollashtiradi. Biologik faol qo'shimcha, ya'ni ovqatimizga qo'shimcha, organizmni himoya kuchini oshiradi. Biz bilamiz, surunkali viruslar, surunkali shamollashlar og'riyotgan odamlarda juda ham organizm himoya kuchi pasayib ketadi. Keyin organizmni viruslar, bakteriyalar, zamburug'larga qarshi chidamlilikni oshiradi, organizmni demak faollashtiradi. Qo'llanilishi shamollash va virusli kasalliklarning ko'payish davrida kasallikni oldini olish uchun, o'tkir respirator virusli infeksiyalarning profilaktikasi va uni tuzatish davrini tezlashtirish uchun, surunkali kasalliklarni davomiy antibakteriyalar bilan davolash davrida yordamchilar sifatida ishlatish mumkin. Infeksion kasalliklarni davolashni tezlashtirish maqsadida yordamchi
Demak, terapiya sifatida, ya'ni yordamchi kastlamayin sifatida qo'llash mumkin. Tarkibini eslab qoling. Exinatsiya, namatak ekstrakti, exinatsiya ekstrakti, keyin hop yana demak qushqonmas va yana zolotoy koren, ya'ni oltin tomir va koren solodka, ya'ni qizil miya ildizlarini shirasidan, ya'ni ekstraksiyasidan tashkil topadi. Mana bu joyga yozganmiz. Organizmi virus, bakteriya, zamburug'larga qarshi chidamlilikni oshiradi. Yosh bolalarga ham, emiziklilarga ham, homiladorlarga ham, keksa yoshchilarga ham, yosh bolalarga ham bersa bo'ladi. Immunitetni ko'tarmoqchi bo'lsa, organizmni cho'tki ishlashini ta'minlamoqchi bo'lganlarga mana yana bir zo'r ajib mahsulotimiz. Bu immunitet cho'tki ko'taradi. Hammaga birdek tushadi. E'tiborli uchun rahmat, salomat bo'linglar.